Ha, Bekzodboy. Qayerga otlandingiz? Ha, endi qurilish boshladim bozorga-da. Hech bir qurilish qilib charchamaysiz ekanda. Qo'shningiz to'y qilyapti. Xabaringiz bormi? Bizning Legenda magazinimiz boshqa do'konlardan muomalasi bilan ajralib turish kerak. Shuning uchun kelgan mijozlarga chiroyli muomala qilasizlar. Kecha olib kelgan sportni yozgi bob krossovkalarni hammasini vitrinaga teringlar. Ishingizni qilib turavering. Qo'shni? Assalomu alaykum qo'shni, yaxshimisiz? To'y boshlab qo'ydik singilga. Shunga sal sochlar to'g'ilay deb. Pulni bergan qayim kelmadi. Qo'shni, ilgari qilsin. Bizga nima xizmat? Ko'rdim uyda ustalar ishlatayotgan ekansiz. Xursand bo'ldim. Ustalar qo'shninecha to'yga deb hovlini yami sotgandim qo'shniga. Bekzodboygami? Otasi katta bo'ldi singlim. O'ksimasin deyman. Yer topilar qo'shni. Qani bo'lmasa marhamat, boshdan oyoq salpoq qilaylik. Bo'ldi. Hajimsiz. Shunday og'ir paytda qo'shnimga yordam bo'lsin deb uyini yarmini sotib olibsiz-da. Bekzodboy hech bir yerga to'ymaysiz ekanda. Qo'shnini uyini sotib olib dang'illama uylarda qurishingizga qaraganda ko'tarib olib ketar shekilliga. Ish qilib bu qurgan imoratingiz tor qabringizga sig'sa bo'ldi. Qo'shnining to'yiga chiqarsiz, qo'shnining to'yiga chiqmaslik anjallikka yarashmaydi. Siz bilan biz anjallimiz. Sog' bo'ling. Qo'shni, assalomu alaykum. Nima qilib turibsiz? Keling, choy olib ichamiz. Qo'shni to'y yaqin. Choyni to'yda ichamiz. Bu uyingiz hujjatlari. Iltimos uyingizni qaytarib oling. Qo'shni, hozir siz bergan pulni hammasini ishlatib bo'lganman. Singlimning to'yi, seplariga, mebellariga pul qolmagan. Buni sizga sotganman, qo'shni. Pulni o'ylamang, mendan to'yini. Shunday baland uy quribman-u, orqalab ketay desam, baribir olib keta olmas ekanman. Har qalay jon qo'shnim, yon qo'shnimsiz.